Ozoda Nursaidova nega ozib ketdi? Sabrina Jabborova Gelik rolidagi qizni kechirdi. Maryam Tillayeva Kann kinofestivalida qatnashmoqda. Assalomu alaykum. Show biznes kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi va eng qiziqarli show biznes yangiliklari bilan bo'lishamiz. Iltimos kanalimizni oxirigacha ko'ring. Jahon va o'zbek show biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Sabrina Jabborova Ozoda Nursaidovaning konsertida sahnaga chiqdi hamda davolanishi uchun xolis yordam bergan barchaga minnatdorlik bildirdi. Bundan tashqari klip syomkasida Gelik boshqarib uni urib yuborgan boshqa aktrisa Sevinchni ham kechirganini ma'lum qildi. Ozoda Nursaidova sog'ligi bilan bog'liq muammolari tufayli parhezda ekani haqida, shuning uchun ozib ketgani haqida so'zlab berdi. Aktrisa Dilnoza Habibullayeva ham kuzatuvchilariga yangi surat bilan ko'rinish berdi. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.